Qordaqni qormasdimi mizili qig'ili bo'lirmi? Toza o'zillar tuqqanlar bugun biz qordaqni qormayla, shundoq oddiy usul bilan bir qipaqayni qurg'izliqlarga taymaydi, ko'ngilni aynatmaydi. Yaqilmaydigan ballarni yog'lini shumirib yavirdi-jimi? Oldimlar barliq tirishitqa do'stlarni alayda qo'llab rag'batlantirayotgan do'stlarga ko'p rahmat aytaman. Bir qism do'stlarimiz varkan, tayin yo'q tilishdigan jubolar kirib soatlab ko'rib pul tikdirganchi. Yomon sexiy ekan bu odamlar desa bekorlik yurakim pishig'liq tikdi ekanmiz. Aka qo'llash nada turg'ay juboq qo'ydi ekanmiz, ona qilmayni tuqqanlar. Buni xeyli jur'at, xeyli kuch, vaqt, zehn bilan qiytgan zo'pillar bu. Hammalar bilmaydigan yerda emas. Shunga menili demayman, mush tirishitqa hamma tuqqanlarimizni, hamma do'stlarimizni bir yurak bilan bir qo'llab qo'yayni. Hammamizni yo'llarimiz ochiq, qalblarimiz yo'q qo'g'ay. Amsi boshlarga tuqqanlarma hojarni maxsus qilmagan bo'lgandagi tafsilotini tushuntirib o'tamidim. Mayli hojar qilingizlar, nasilingizlar, layma mantiq qilingizlar, nima qilsangizlar, anoriniki yeshil organik unida qilsangizlar, birdek sog'lom bo'ldi, yana birdek quruqmay olaysizlar. Haligo mayada qo'rdoq varg'u, o'zini yesangizlar bir xil bug'doy porab turdi. Unniki ustiga mashnaq bo'lsa bizlar qaymoq surkab qo'ysangizlar, agar qaymoqlar bo'lmasa, suv yig'imlab uni munqiy qilib surksangizlar bo'ldi-ku, qadim usul bo'yicha. Aka bu hojarlarni dumlab qo'yib, bu pishqichaq biz qo'rdoqni dumlayni, ha. Mana mush hozir ko'zda tartib borgu, mush bo'yicha saylan sasaq bo'ldi, ustunlarini tangshab. Aka mush har bir sayning shundoq o'zining bir ta'mi bo'ldi-ku, sodda bir xil payzi, shunga voy narik tutib qo'ygan deb o'tamay tuzma